1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 metrgacha bez ustun turadigan temir firmalar. Qadrdonlar, konteynerda eshik pozidan bo'lyapti. Qalinligi 4 mm. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz juda ham chiroyli to'qib berishyapti ekan. Bunimizni 1 metrini tayyor bo'lishi, ya'ni firma to'qib berish qadrdonlar hamma yo'g'i. Ketayotgan usta haqi, ketayotgan materiali 260 ming so'mdan to'qib berishyapti ekan. Agarda sizga 32 metrgacha bez ustun turadigan shunaqangi firmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, uni narxi 360 ming so'mdan boshlanadi. Yo, menga arzonroq kerak, joyim kichikroq deganlar uchun, masalan, 10 metrgacha bez ustun turadigan firma kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 metrini 120 ming so'mdan to'qib berishadi. Agarda 15 metrgacha kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 metrini 135 ming so'mdan to'qib berishadi. Agarda sizga 20 metrgacha bez ustun turadigan shunaqangi firmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, unimizni narxi 220 ming so'mdan boshlanadi. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Qadrdonlar, buni yana bitta foydali tomonini aytib o'tib ketaman. Bu masalan bizda tuman, yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, uzilkasi zanglamaydi. O'zini zavodskoy kraskasi bilan. Ishlarga garantiyalar bor. Ustanovka dastavkasi alohida kelishilgan arzon narxlarda bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib qolsa, shunaqangi garantiyasi bor ustakalarimiz ish kerak bo'ladigan bo'lsa.